Mana buni haqiqiy dangasa midovый desa bo'ladi, ishonmaysizmi unda oxirigacha. Qiynalib xamir qormasdan, to'rga bo'lib yoymasdan 2 qavatni o'zida ham ballanggina midovый tayyorlaymiz. Gazni yoqamiz, asalga yarim choy qoshiq sodani solib yaxshilab aralashtiramiz. Xuddi shunaqa qizg'ish rangga kelganda mazali sariyog'ni solib, sariyog'i eriguncha aralashtirib gazni o'chiramiz. Alohida idishda shakar bilan tuxumni vinchik yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Уксусda sodani o'ldirib, tuxumli massiga qo'shib aralashtirib, ketidan asalli massani quyib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Elangan unni solib, quyuq kasha holatiga keltirib, teng 2 ga bo'lib xolodilnikka yuboramiz. Xohlasangiz yarim soat, bemalol bo'lsangiz 1 soatdan keyin xolodilnikdan olib, sariyog' surilgan listga yoyib tekislab pishirib olamiz. Zavarnoy kremni ham, qaymoqli kremni ham o'xshata olmayman desangiz, aynan shu kremdan tayyorlab ko'ring. Ikkalasi ham muzdek holatda smetana va skushonka shunchaki vinchik yordamida aralashtiring, tayyor. Yumshoqqina ishib, pishib chiqqan korjlarni chekkalarini tekislab kesib olamiz. Kremni teng yarmini solamiz, tayoqcha yordamida hamma joyini teshib chiqamiz. Ustidan ikkinchi korj va qolgan kremni suramiz. Chekkasidan chiqqan korjlarni maydalab ustiga sepib olamiz, tayyor. Chetgacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib saqlab oling, yaqinlaringizga jo'natib, menga obuna bo'lishni unutmang.